Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz sizlarni joylaringni yaqin 5 yillikda hindlar egallashi kutilmoqda. Sababi Rossiya prezidenti Vladimir Putin Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan uchrashganda biz Hindistondan cheklanmagan miqdorda ishchilar qabul qilishga tayyormiz dedi. Bu nimani anglatadi? Bundan ikkita foyda ko'radi Rossiya hukumatı. Birinchisi iqtisodiy foyda. Sababi O'zbekistonlik va O'rta Osiyolik migrantlarga beradigan puldan 2 baravarini bersa hindlar jon deb ishlaydi. Masalan, hindistonliklarga 200-300 dollar bersangiz ishlayveradi. Lekin O'rta Osiyoliklarga bu pul qanoatlantirmaydi. Ikkinchi sababi hindistonliklar Rossiyada ishlaganman, ularga assimilyatsiya qilib keta olmaydi deb o'ylayman. Ya'ni hind yigitlariga rus qizlari unaqa darajada qiziquvchanligi oshmaydi. O'rta Osiyodan boradiganlar esa u yerda ko'p qolib ketishi, fuqaroligini olishi, o'sha rus qizlarga uylanib qolib ketib, rus millatining genini o'zgartirib yuborishidan qo'rqyapti deb fikr bildiryapman. Chunki hindlardan esa